vatandaşlar ekipler. Günlük reyslerimiz Toshkent Krasnodar, Toshkent Saratov, Toshkent Mariupol, Toshkent Rostov-na-Don, Toshkent Sochi ketgan reyslarimiz amalga oshirilib qo'yilgan. Avtobuslarimiz pasportga qo'yildi. 51 o'rinliqli haftada 2 marta seshanba va juma kuni 18:00 da harakatlarimiz amalga oshirilgan. Detskiy biletlarimiz bor. Yosh katta ayol kishilarga oldin beramiz. Shunaqa ishonchli nomerlar kerak bo'lsa ekranga yozib qo'yamiz. Salonda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Manzil Abu Saxiy avtovokzali mana. Yangi masjid. Odamlar ham shu pasportga jo'raydi, уже chiqish bo'ldi odamlar. Kimlarki shunday ishonchli avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, Primoy reyslar ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qilib joy bron qilaverasizlar. Shu odamlarimiz mana pasportga jo'raydi. Odam bor.